Fransiya parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarni bostirish siyosatini xalqaro sudda sudlashni talab qildi. Fransiyada 30 nafar parlament a'zosi Fransiya prezidenti Macronga maktub yozib, Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar ustidan elib borgan insoniyatga qarshi jinoyati uchun Xitoyning xalqaro sudda sudlanish uchun tirishchanlik ko'rsatishga chaqirdi. Parlament a'zosi Lafveri parlamentda tashqi ishlar ministridan hukumatning Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lgan pozitsiyasi haqida savol so'radi. Fransiya tashqi ishlar ministri Le Drian Fransiya ilgari rayondagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andisini ko'p qaytam o'tirg'a qo'ydi. Shundaqla bu yig'ilish lagerlarini taqashni rasmiy va aniq talab qildi. Bu qilmishlarni qabul qilishga bo'lmaydi. Chunki ular xalqaro kishilik huquq ahdnomasining universal prinsipiga xiloflik qiladi. Bu sababdan biz bu qilmishlarni qattiq ayblaymiz deb javob berdi. Shuning bilan birga Fransiyadagi tiraji eng ko'p gazetlardan Ozodlik gazetida Uyg'ur qirg'inchiligi davomlashmoqda degan mavzuda maqola e'lon qilindi. Maqolada Fransiyada yashayotgan bir Uyg'ur o'qituvchi bilan o'tkazilgan ziyorat xotirasi yozilgan bo'lib, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilib etilishi, yig'ilish lagerlaridagi vahshiyliklar va majburiy emgak qatorliqlar asos qilingan holda Xitoyning Uyg'urlar ustidan sistemalik irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi yoritib berilgan. Yevropa parlamentidagi konservativ partiya a'zolari Yevropa komitetiga maktub yozib, Uyg'ur masalasiga kuchli bir shaklda inkas qaytarishni talab qildi va Yevropa parlamentida Uyg'urlar uchun so'zlaydigan shior yozilgan maska tarqatdi. Polshaning sobiq tashqi ishlar ministri, Yevropa parlamentining a'zosi va konservativlar partiyasining muavin raisi Anna Fotiga xonim maktubda Yevropa ittifoqining Uyg'urlarni bostirgan Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qilganligini bildirdi. U 16-iyul Yangi Yevropa gazetida e'lon qilgan maqolasida Yevropa ittifoqining Xitoyni jazolashning o'rniga Xitoy bilan bo'lgan munosabatini davomlashtirishni tanqid qildi. Shundaqla Yevropa parlamenti a'zolarini Xitoy kompartiyasining jinoyatlarini ayblaydigan va kishilik huquq tajovuzchiligiga qarshi embargo yurgizish tashabbus qilingan bir maktubga imzo qo'yishga chaqirdi. Fotiga xonim Yevropa ittifoqi Amerika, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Tayvan va Angliyadagi demokratik ittifoqdoshlarning yanida turib, Xitoyning qilmishini javobgarlikka tortish kerak dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo London ziyorati jarayonida mansabdoshi Dominic Raab bilan ko'rishdi. Ikki taraf uchrashishdan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Raab yig'inda Xitoyning Hong Kongdagi harakat keltirib chiqargan eg'ir andishlarni va Angliyaning bu jihatda bosgan qadamlarini muzokara qilganligini bayon qildi. Buningdan boshqa Raab o'zlarining Wuhan virusi va 5G ul aslahalari masalasida kelib chiqqan Xitoyga munosabatlik tajriba savoqlarni muzokara qilganligini va ikki davlat o'rtasidagi erkin savdo kelishimining ishga o'rnatishish va iste'molchilar uchun foydali bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Raab ularning Eron, Rossiya va O'rta Sharq masalalarini muzokara qilganligini bildirdi. Pompeo so'zida asosligi Xitoyni tanqid qildi. Pompeo oldini og'ili bo'ladigan yuqumning tarqalganligini va Xitoyning bu ishga tutgan pozitsiyasining kishini xijil qiladiganligini ifodalab mundaq dedi. Prezident Xi dunyoga yordam berishning o'rniga Jungo kompartiyasining ikki yuzlimichi ekanligini ko'rsatdi dedi. Angliya hukumatining bayonotiga qaraganda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Angliya bosh ministri Boris Johnson yana Xitoyning Hong Kongdagi harakati va Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga tutgan muomalasini muzokara qilgan. Amerika Adliya ministrligi Wuhan virusiga qarshi vaksina va davolashni taraqqiy qildirish uchun tirishayotgan shaxs va shirkatlarga to'g'ri hujumi elib borgan ikki Xitoy fuqarosi haqida da'vo ochdi. Aybnomada Xitoy hukumati xakerlarni qo'llagan deb ayblangan. Seshanba kuni e'lon qilingan aybnomada Xitoy fuqarosi bo'lgan Li Xiaoyu va Dong Jiajindan iborat ikki sobiq qurilish o'quvchisi to'r jasuslik faoliyati bilan ayblangan bo'lib, ular qurol loyihalash, zaharlik chekimlik uçurları ve yumşaq detal kodi qatarlıq sallıq ma'lumotlarni o'g'irlash qatarlıq jasuslik faoliyatlarini ib bağan.
Ularning yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlardan boshqa dori shirkatlari, o'yin yumshoq detallarni taraqqiy qildiradigan shirkatlar, shundaqla Amerika, Xitoy va Hong Kongdagi o'qituvchilar va kishilik huquq faoliyatchilarini hujum nishoni qiladiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Ayblanuvchilarning so'ziga qaraganda, javobgarlar o'tgan yili 1-oyda Massachusets shtatining markazida vaksina ustida ishlayotganligi bilingan biotexnik shirkatining kompyuter torida tekshirish elib borgan. Yevropa İttifaqı rahbarlari 4 kecha kunduz davomlashgan va kaskin talash-tortishlarga sahna bo'lgan boshliqlar yig'inida 7 yillik xamchot va Xitoy virusi krizisiga yordam berish qatorliqlarni o'z ichiga olgan 1 trillion 800 milliard yevro pul muomala plani Yevropa İttifaqıning 7 yillik xamchoti va Xitoy virusining iqtisodiy ta'siriga qarshi mablag'ni o'z ichiga oladi. Wuhan virusi yordamining miqdori 750 milliard yevroga yetadi. 2021 yildan 2027 yilgacha bo'lgan xamchotning miqdori 1 trillion 74 milliard 300 million yevro qilib bekitildi. Yevropa İttifaqı rahbarlari o'rtaq tonish hosil qilgan pul muomala bloki Yevropa parlamentining tasdiqidan o'tishi lozim.